14-yanvarga yaqinlaringizga nima sovg'a qilishni o'ylanyapsizmi? Videoni oxirigacha tomosha qiling, men sizga bitta ajoyib yechim beraman. Charmdan ishlangan noutbuk uchun mo'ljallangan ushbu sumka juda ham chiroyli va bejirim, har qanaqangi kishini qo'lida skromli ko'rinadi. Buni boshqacha dizayndagisi ham bor. Narxlari bir xil, bor yo'g'i 155 ming so'm. Kundalik sayohat, sport mashg'ulotlari, ayniqsa toqqa chiqqanda juda ham kerak bo'lgan ushbu sumkamiz yaqinlaringizni xursand qilishi aniq. Narxlariga keladigan bo'lsak, 165 ming so'mga 100 ming so'm. O'qishga, kundalik ishlatgani va kerakli narsalarni solib yurish uchun mo'ljallangan ushbu sumkalarimiz juda ham chiroyli dizaynda ishlangan. Narxlari bo'lsa 100 ming so'm, 105 ming va 110 ming so'm. O'zi ixcham ko'ringani bilan akalarimiz qo'lida katta-katta ishlarni qilib yuborishga qodir. Ushbu barsetkalarimiz juda ham skromli, chiroyli dizaynda ishlangan, hattoki yon tomonlarida qulf orqali ochiladigan zamoklargacha bor. Narxlariga keladigan bo'lsak, korobkadagilari 140 ming so'm, bu ikkalasi 115 ming so'm va 135 ming so'm. Agarda siz ham yaqinlaringizni 14-yanvarga ularga kerak bo'ladigan doimiy yig'inlar beradigan va asqotadigan sovg'a bilan xursand qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu raqamlarga telefon qilib, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin.